Men Aqsi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Yulchiboyev Inomjonman. Bizning Aqsi mahallamizda 3295 ta aholi yashab kelmoqda hozirgi kunda. Ushbu Aqsi qabristoni qarib 100 yil tarixga ega qabriston bo'lib, shu 4 yil mobaynida raislik qilgan bo'lsam, shu davr davomida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bunda asosan aholimiz nuroniylari, yoshlar birgalikda ishlar tashkil qilindi. Hozirgi kunda bu yil 2026-yilda ham tumanimiz hokimi rahbarligida mana 200 metr qismida devorni yangilash taklifini bildirdilar. Bunda hashar yo'li bilan ishlar amalga oshirilmoqda. Zarur qurilish materiallarini tuman hokimligi tomonidan olib berildi. Qolgan qismini mahalla hashar yo'li bilan amalga oshirilmoqda. Devor ishlarini, qurish ishlari olib borilyapti hozir. Bundan tashqari qabristonimiz hududida yashil makon loyihasi doirasida minglab manzarali daraxtlar o'tkazildi. Bu yilgi mavsumda ham hozirgi kunda 100 tup archa ko'chati ekishga erishdik. Shunday ishlar boshida turgan prezidentimiz, tuman hokimimiz, barcha rahbarlarimizni mahallamiz nuroniylarga duo qilishmoqda. Men Aqsi mahallasi Keksalar maslahat guruhi raisi Esonov Burhoniddinman. Bugun yurtimizda olib borayotgan ishlar, bu qilinayotgan xalq uchun, el uchun, yurt uchun qilinayotgan xizmatlari prezidentimizda ko'rib xursand bo'lasiz. Albatta, bizi Aqsi mahallamiz tumanning eng chekka hududida joylashgan mahalla hisoblanadi. Mana shunday bizni qishlog'imizda ham juda katta o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Ayniqsa mana shu qabristonlarimizda qilingan hasharlar, mana bu yo'llarimizni kengaytirib qilishliklari, hattoki bu kanalimizni beton ishlarini olib borishlari, bar hammasi yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik sharobati bilan bo'lib turibdi. Hashar bu xalqni birlashtiradi. Hashar nihoyatda ota-bobomizdan qolgan bu urf odatdir. Mana shu joylarda bizni ota-bobolarimiz qancha hashar qilishgan vaqtida biz yoshlarni yetalab kelib o'rgatishgan edi. Mana hozir barcha shu qishlog'imiz ahli birlashib, birdamlik bo'lib shu joylarda obod qilinmoqda. Mana bu hokimimizni yordamlari bilan qabristonimizning 200 metr qismini devor qo'rg'on qilindi. Hasharga yosh va qari barchalari kelib qatnashib turishibdi. Biz nuroniylar hamisha duodamiz, doimo bularni duo qilib turamiz. Aqsi mahallasida yashovchi mehnat faxriysi Najmiddinov Fazliddinman. Yoshim 70 dan oshdi. Mana men yoshligimdan shu qabristondagi holatni juda yaxshi bilaman. Bu qabristonni paydo bo'lganiga 100 yildan oshdi. Bizni yoshlik davrimizda bu qabristonga odam kelgani hayiqardi, qarovsiz holatda bo'lardi. Mana keyingi davrlarda, ayniqsa mustaqillik yillarida bu qabristonda bo'lgan o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari, qilinayotgan hamma ishlar odamni hayajonga soladi. Mana qabristonda hashar yo'li bilan ko'p joylarni, yo'llarni chiqardik, qabrlarni tartibga keltirdik. Mana mahallani ahilligi bilan qabristonda betonlarni yotqizib, yo'laklarni tashkil qildik. Odamlar kelib ketishga qulay bo'lish uchun joylarni qilindi, devorlar bilan o'raldi. Mana bu yil tumanimiz hokimining tashabbusi bilan shu qolgan 200 metr atrofidagi yerni devorini qurish uchun harakat olib borilyapti. Bu hamma ishlar hashar yo'li bilan mahallamizni keksalarini rahbarligida, ularni ahilligida, yoshlarni mehnatkashligida, yoshlarni harakatli bilan bo'lyapti.